mana bu ahvolni ko'rib, bu nima bu? Bu nima ahvol bu? Buni qaysi stajyor, qaysi qo'ling sungur, qaysi qassob qildi bu ishni? Invalid qilib qo'yishibdi Kokoshani. Vashshe kapets, ko'ringlarmi rasmlarni? Duo qiling, Kokosh og'ir ahvolda. U oshqozon kestirish operatsiyasidan so'ng marhuma Halima Ibragimova azob chekkan xastalikka chalindi. Cho'tki qilib ozib oldim, orcha terimni olaman, u qilaman degan fikrlar bor edi. Yo'q, kerak emas, o'rtoqlar, kerak emas. Mana yana Kokosh ko'p yig'lab oldim, ko'zlarim qizarib ketdi. U operatsiya qilinganiga bir oydan ziyod vaqt o'tgan bo'lsa-da, oyoqqa tura olmayapti. Hodisa sabablari video davomidan o'rin olgan. Tezroq sog'ayib ketsin deganlar videoga albatta bir dona like bosing. Gap shundaki, bloger Kokosh bundan bir oycha avval oshqozon kestirish operatsiyasini boshdan kechirgandi. Jarrohlik amaliyotidan keyingi ortiqcha tana olib tashlanishi natijasida choklari sterillanmagan mato bog'langani sabab uning qorin qismida yirik yallig'lanish hosil bo'lgan. Halima Ibragimovada ham xuddi shunday asorat kuzatilgandi. Odatda 3 kun ichida bitib oyoqqa turishi kerak bo'lgan